Oddiy ko'ringani bilan, lekin ishonchli retsept asosida tayyorlamasangiz, sizda ham o'xshamasligi mumkin. Bu albatta pirog. Ko'pchilik orasi berk bo'lib qolishdan shikoyat qilishadi. Shuning uchun sizlarga ishonchli retsept bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun shakar hamda tuxumimizni yaxshilab vinchik yordamida ko'pirtirib olamiz. Ketidan yog', qatiq hamda tuzni solib, yengilgina aralashtirib olamiz. Unimizni elakdan o'tkazib, razrexitelni solib, vinchikda yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. To'g'ralgan olmalarimizni solamiz. Siz xohishingizga ko'ra yong'oq yoki magizdan foydalanishingiz mumkin. Listlarimizni yaxshilab yog'lab, tayyor bo'lgan pirog xamirimizni quyib, ustilarini tekislab olamiz. Albatta xohishingizga ko'ra men ustiga shakar sepdim hamda pishirish uchun pechga yuboramiz. Tayyor bo'lgan pirogimizni chiroyli qilib bezash uchun qand upasi yordamida pirogimiz yuzlarini oqartirib olamiz. Mana pirogimiz tayyor bo'ldi. Siz ham shu retsept asosida tayyorlab ko'ring, albatta o'xshab chiqadi. Bu videoni esa pirogi doim o'xshamay chiqadigan tanishingizga jo'natib qo'ying.